Assalomu alaykum. Oxirgi vaqtlarda o'zingizni yo'qotib qo'yayotgandek his qilyapsizmi? Go'yoki avvalgi siz yo'q. Buni sababi uzoq vaqtdan beri o'zingizga e'tibor bermayotganingizdan. Shuning uchun sizga hozir 3 ta qadamni aytaman. Birinchidan, har kuni o'zingiz uchun 20 daqiqadan vaqt ajrating. O'ylab ko'ring. Agar siz bu dunyoda yo'q bo'lsangiz, sizga hozir o'ylantirayotgan muammo qiziqmi? Shu savolni o'zingizga bering. Ikkinchisi bo'lsa, o'zingizga energiya bag'ishlaydigan, xursand qiladigan ishlardan hayotingizga kiriting. Masalan, raqs bo'lishi mumkin, kitob o'qish bo'lishi mumkin yoki shunchaki sayr qilib kelish bo'lishi mumkin. Buni o'zingiz o'ylab ko'rasiz. Va uchinchisi bo'lsa, men nimani xohlayman degan ro'yxatni shakllantiring. Menga nima yoqadi? Nimani xohlayman? Shunday qilib, o'zingizga sekin-asta e'tibor qaratishni boshlaysiz.